Men gunoh qildim. Adashdim. Men qudratli zotga tavba qilaman. Agar Yusuf o'z xatosini tushunmasa va shu tarzda tavba qilmasa, u Xudoning ishonchidan haydalgan va payg'ambarligini yo'qotgan bo'lar edi. Yusufning taqdiri 1 yil qamoqda qolishi edi. Endi esa bu muddatga yana 7 yil qo'shildi. Shunda Yusuf ham gunohini yuvishi, ham mahbuslarga haq yo'lni ko'rsatishi lozim bo'ladi. Yusuf kelajakda ko'plab izdoshlarining yordamiga muhtoj bo'ladi. Men zindon jazosini qabul qilaman. Hatto bir umr bo'lsa ham, Robbim hali ham menga mehribon ekanligi men uchun yetarli. G'oyat minnatdorman, yo Robbim.